Qonun tartib buzilganda, hech qanday jazo bo'lmaganda kuchlilar kuchsizlarga ko'p muammo tug'dirgan bo'lardi. Shuning uchun ham qoidani buzganlarga jazo uchun jarima qo'yiladi. Lekin o'sha jarimalarning o'zi qonunga muvofiq belgilanyaptimi degan qiziq va achchiq savol ham bor. Xalq demokratik partiyasining fraksiyasi yangi qonun loyihasini muhokama qilibdi. Unda jarimalarni haqqoniy belgilash, noto'g'ri jarimalarning pulini qaytarib berish kabi tartib-qoidalar aniq-tiniq yozib qo'yilgan ekan. Endi yangi qonun loyihasining maqsadi haqida soddaroq tushuntirib o'taman. Amaldagi qonunchiligimizda moliyaviy jarimalarni qo'llash, shikoyat qilish va mablag'larni qaytarish tartibi turli hujjatlarda bir-biridan farq qiladi. Yagona huquqiy yondashuv yo'qligi fuqarolarga qiyinchilikni yuzaga keltiryapti. Bundan buyon moliyaviy jarimalar tizimi soddalashtirilib, fuqarolarning huquqlari himoyasi kuchaytiriladi. Loyiha ma'qullansa, jarima bayonnomasini tuzish va uni video yoki guvohlar orqali tasdiqlash tartibi aniq bo'ladi. Jarimani rasman chegirma bilan arzonroq yoki bo'lib to'lash imkoni ham beriladi. Jarima ustidan sudga shikoyat qilinsa, to'lashingiz to'xtatib turiladi. Agar sud jarimani noqonuniy deb topsa, pullar cho'ntagingizga qaytariladi. Kechiktirilgan har bir kun uchun davlat sizga foiz to'laydi. Qalay, zo'rmi?